Assalomu alaykum. Mahdi, qarani sifali parfümni bilasanmi? Kelganmiz deb bola nomeri ololmadik-ku, nima edismi? Islomida shuning aniq akasi bor ekan, so'rab ko'raymi akasidan. Anoga konstavrga narsa olishga kirdim. Parfüm bo'yolmayman-ku. Bo'pti, Islom aniq asma. Bo'pti, so'rayman nomerini. Qarang, ana shu yerda Islom degan bola ishlarmidi? Islom aka. Ukam bo'ladi. Shu kishiga narsa tayinlamoqchi edik-da, shu nomerini bera olasizmi? Bera olaman. Nima kerak bo'lsa, telefon qilib o'qitaverasiz. Shu nomerga zakaz qilsak bo'ladi-ya, nima bo'lsa berasizlar, shunday. Telefon qilaverasiz shu nomerga. Aha, rahmat. Mahdi, qara, nima edi? O bola borku uylangan ekanda, nomerini bermas ekan. U oilasi bor dedi. U ketibdi hozir boshqa joyga. Mayli, boshqa magazindan boshqa tovarsan. Bo'pti. Shunday chiroyli bolani, shunday magazinda egasini senga berib qo'yaman. Hayotda o'zing topish kerak bo'lsa. Alo? Ha, Islommanmi? Qarang, kechga keyinroq telefon qilarsam bo'ladimi? Hozir bir joyda edim. Ha, yoshlar, sizlar shoxida yursalaring, men bargida yuraman. Ketsalar osmonga o't qo'yishga tayyorman.